Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchilar va bizning obunachilar, qarindoshlar, tanishlar, qandaysizlar? Mana bizni otelimizdan mehmon kelishiga tayyorlab qo'ydik, xudo xolasa. Tog' yaqin bag'ridamiz. Mana shu toqqa ko'ryapsizlarmi tog'da balandligini? Shu toqqa chiqib kelaman agar sizlar chiq desalaring, qaningiz kishi kuzatganlar yozinglarchi, qani obuna bo'lib qo'yinglarchi, shu toqqa chiqilamanmikan, yo'qmikan? Bir obunachilar 2000 ta ko'rilyapti, obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. U mana bu tog'ni uchiga ham chiqaman agar xo'p desalaring. Zo'r joylari bor, ko'rsataman. Pasti dengizdan shu tog'da. Inshaalloh. Sezon endi kelyapti, mana kemalarga ketamiz, xudo xolasa. Kemamizni ham suvga tushiramiz 15-dan. Obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat qo'llab-quvvatlaganlaring uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani bir toqqa chiqinglar, ideallar bosinglarchi gazini. Mana shu tog'ni uchiga chiqaman.